Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan qanaqa qilib 2025-yilda 0 dan 100 ming dollargacha zapusk qilish strategiyasini ko'rib chiqamiz. Agar mavzu qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar, chunki o'zimning tajribamdan kelib chiqib turib sizlarga tavsiya beraman. Qisqacha o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Aziz, 4 yildan oshiq zapusk sohasida ishlab kelaman. Shu paytgacha 30 ga yaqin proyektlar qilgan bo'lsak, ulardan 60% zapusklarimiz 100 ming dollardan oshiq proyektlar bo'lgan. Va sizlarga bugungi darsda o'zimning tajribamdan kelib chiqib, успешный zapusk qilish asosiy etaplarini bosqichlarini tushuntirib o'tib ketaman. Zapusk успешный boshlash uchun 3 ta asosiy omil. Birinchisi bu to'g'ri nisha tanlash, ya'ni bozor, auditoriyasi katta bo'lgan nishani tanlab olishingiz kerak. Ikkinchisi 4D ekspert bilan hamkorlik. 4D deganda o'zini sohasida katta tajribaga ega. Ikkinchisi успешный o'zini кейslari bo'lishi kerak. O'zini sohasida. Uchinchisi bu teaching skills deymiz, ya'ni ustozlik qobiliyati bo'lishi kerak. Ya'ni o'zini tajribasi bilan auditoriya bilan yoki o'sha o'quvchilar bilan bo'lisha olishi kerak, yetkazib bera olishi kerak o'zini tajribasini. Uchinchi omil bu auditoriyani to'g'ri kasdif qila bilish deb o'ylayman, chunki ko'pchilik radikalchika qilishadi bu etapda kasdifni. Hozir sizlarga podrobniy har bitta etapni tushuntirib o'tib ketaman. To'g'ri nisha tanlash degani bozor hajmini ko'rib chiqishingiz kerak. Ya'ni statistikalar bor internetda ochiq. Misol uchun ko'rib, o'zingiz tanlayotgan nisha, misol uchun deylik SMM yokida bir qanaqadir psixologiya nishasini olaylik. Ko'rib chiqasiz internetdan ma'lumotlarni olib, qanaqa bozor katta. Bu bozorga kirsangiz o'zi stoyitmi, не stoyitmi misol uchun. Hajmi unaqa katta bo'lmasa, misol faqat o'sha auditoriyaga ishlab hammasiga sotib bo'lganingizdan keyin baribir nishani kengaytirishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu auditoriyaning ehtiyojini aniqlash. Misol uchun hamma nishada har xil baribir bu narsa o'shanga auditoriyani bo'llarini o'rganib chiqsangiz, bu yerda sizga juda katta eng kerakli bo'lgan ma'lumotlardan bittasi bo'ladi. Uchinchisi bu trendda bo'lgan mavzularni topish kerak. Ya'ni esingizda bo'lsa 2020-yildami yokida misol 2021-yildami SMM nishasi, o'sha SMM mavzusi trend bo'lgan. Bir xilla misol uchun o'sha sohaga kirib yokida o'sha sohadagi ekspertni topib, katta vurujkali zapusklar qilishdi. Hozir ham misol uchun sprosga ega bu nisha oldingi qaraganda baribir ozgina tushgan deb o'ylayman, chunki oldin juda bir pikka chiqqan payti edi. Bunga ham qarasanglar bo'ladi. Misol uchun qanaqa nisha bozorda trend yuribdi. Misol uchun Rossiyada bir paytlar Viber sistemasi juda rivojlanib ketgan edi va bu sohada ekspertlar ham ko'payib ketgan edi. Ekspert tanlashga keladigan bo'lsak, bu yoqda birinchi navbatda o'zini o'sha tajribasiga qaranglar. O'zini sohasida qanchalik tajribasi bor misol uchun. Kimlar bilan ishlagan, loyihalarni ko'ringlar, успешный кейslari bormi, yo'qmi? Bu holatda sizlarga yana bitta zo'r instrument, o'sha insonni taniydigan odamlar bilan gaplashib chiqinglar. Haqiqatan ham o'zi misol uchun tajribasini 4 yil deb aytgan bo'lsa, 4 yillik tajribaga ega ekspertmi bu sohada? Yokida misol uchun sizlarga boshqa son aytyaptimi, ko'pirtiryaptimi, yokida haqiqatan ham misol uchun balki 4 yildan oshiq bo'lishi mumkin uni anaqasi tajribasi. O'shaning uchun o'sha insonni taniydigan bir 4 ta 5 ta odamlar bilan gaplashib chiqib, ulardan ham o'sha o'zi aytgan ma'lumotlarni udastoverиться qilib olishingiz kerak o'zingiz uchun. Chunki o'sha insonning gapiga ishonib ketsanglar, bizning shunaqa tajribamizdan o'tgan, то что to'g'ri kuchli mutaxassisman deydi, boshqa deydi, o'zini rasamaq deydi, lekin tekshirmasangiz, bilmasangiz, ertaga ish boshlanib qo'ygandan keyin na praktikaga unaqa chiqmaydi u inson. Ya'ni o'zi 2-3 ta kurs o'tib chiqqan, endi men o'zimning kursimni sotaman deydiganlarning toifasidan bo'lib chiqadi ko'pincha holatda. Shuning uchun mana shu instrumentni ishlatinglar. Keyingisi bu hop deylik, tajribasi katta ekan, успешный proyektlari bor ekan, кейslari bor ekan. Ana endi ustozlik mahorati bormi u insonda? Ya'ni misol uchun deylik, bo'lishi mumkin, o'zini sohasida top ekspert, lekin dars o'ta olmaydi. O'zini bilimi bilan ulasha olmaydi. Shunaqa kontingent odamlar ham bo'ladi. O'shaning uchun bu tomoniga ham qarashingiz kerak. Endi to'g'ri buni ustida ishlasa bo'ladi. Misol uchun notiqlikka borib, keyin har xil o'sha kurslarda o'ziga yarasha kerakli bo'lgan kurslarda borib o'qib, bu nimani skillni rivojlantirsa bo'ladi insonda, bunga vaqt ketib qoladi. O'shaning uchun bu tarafga ham ekspert tanlayotganinglar qaranglar. Misol uchun oldin balki shogirdlar chiqarib yurgandir, balki o'zi qanaqadir kurslar zapusk qilgan bo'lishi mumkin. Keyin yana bitta qo'shimcha maslahat, bu ekspertlarning qat'iyatligiga to'g'ri keladimi? O'zi u inson bilan ishlab keta olasizlarmi? Xarakterlar bir-biriga to'g'ri keladimi? Bu tomonga ham qarashinglar kerak, chunki misol uchun
ishlayotganda bitta zapusk uchun o'rtacha где-то bir 2-2,5 oy vaqt ketadi. 2-2,5 oy sizlar o'sha inson bilan birgalikda hamkorlik qilib, misol uchun deylik, bir haftada 2-3 marta ko'rishasizlar. O'shaning uchun qadriyatinglar bir-biriga mos kelsa, ish jarayonida qiynalmaysizlar. Misol uchun bir-biringlarni joninglarga tegib ketmaysizlar. O'shanga u tomonga ham ahamiyat bering. Keyingi omilga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu auditoriyani analiz qilish, ya'ni KazDev juda bir muhim bo'lgan omillardan bittasi. Auditoriyani og'riqli nuqtalarini o'rganib chiqasiz bu yoqda. Nima uchun imminni sizlar berayotgan produkt u insonga kerak? Nimaga sotib olish kerak? Qaysi og'rig'ini yechmoqchi bu produkt bilan? Shu narsani bilib olishingiz kerak. Produktni ideyasini, o'sha prototipini tayyorlash uchun ham обязательно KazDev qilishingiz kerak. Auditoriya zaprosdan kelib chiqib turib, auditoriyani o'sha bo'limini yopib bera oladigan produkt prototipini yaratishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu misol uchun auditoriyani o'rganib chiqqaningizdan keyin o'sha produktga necha pul narx qo'yasizlar. Avvalambor o'sha bozorni o'rganib chiqasizlar, конечно же. Keyin auditoriyangiz o'zi платежеспособность qanaqa, necha foizi qancha pul topadi misol uchun. U narsalarni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. KazDev bilan auditoriya analizini общий yig'ib olganingizdan keyin, misol uchun deylik, bitta forma qilib berganingizdan keyin orasidan 10 ta 15 ta insonni tanlab olib, личный zoom yoki личный встреча qilishinglarni maslahat beraman. Bu narsa nima beradi? Baribir anketada inson to'ldirayotganda, savollarga javob berayotgan paytda ichidagi bor informatsiyani o'tga yoza olmaydi. Ko'rishganingizda yoki zoomda sazvon qilib o'tkazgan paytingizda ichidagi bor ma'lumotlarni olasiz. Chuqurroq kirisha olasiz har bitta savolga. Podrobniyroq har bitta savolni bersangiz, ko'proq ma'lumot yig'ib olishga ega bo'lasiz. Endi $100,000 dan oshiq bo'lgan zapusklar yoki $100,000 gacha bo'lgan zapusklarni har xil qilish turlari bor. Bu misol uchun birinchisi teplый zapusk deyman men. Misol uchun auditoriyani полный прогрев qilib tayyorlab olib kelib, keyin sotib ochish. Misol uchun постоянно shu bozorda qilinadigan zapusk. Keyingisi bu холодный zapusk, ya'ni target har xil воронkalar orqali постоянно siz produktingizni har kunlik sotuvni qilib keladigan model bu холодный zapusk deyiladi. Misol uchun bitta auditoriyani tayyorlab olib kelib bitta zapusk qilmaysizda, har kun sotuv bo'ladi bu model bilan. Produktingizni har kun odamlar sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingisi misol uchun bizani bozorda juda ham kam ishlatiladigan model bu donorskiy zapusk, ya'ni sizni ekspertiz bor bitta tomonda. Ekspertiza lekin auditoriyasi kam. Misol uchun deylik 50,000 ga yaqin podpисчики bor Instagramda. Bu yoqda misol uchun deylik sizni ekspertiza nishasiga, o'sha mavzusiga mos keladigan auditoriyasi bor bloger bor. Shu bilan misol uchun hamkorlikda birgalikda zapusk qilish modeli bu donorskiy zapusk deyiladi. Buni ko'pchilik ishlatmaydi, lekin rynokda bizada ishlatsanglar shu zo'r rezultat beradi. Men o'zim shu paytgacha bir 6 tacha adashmasam zapuskimni mana shu model bilan qilganman. Donorskiy zapusk. Misol uchun reklamni byudjetinglar bo'lmasa yokida bir ekspertlarni Instagramini bittada tanitib yuborish, yaxshi PR qilish istaginglar bo'lsa, mana shu model bilan ham sizlar успешный katta summali zapusk qilasizlar, ham bu yoqda ekspertlarning ichini brendiga katta plus bo'ladi. Bu modelni ham o'ziga yarasha endi qiyinchiliklari, ichki nimasi bor? Instrumentlari juda ham ko'p, xudo xolasa. Hozirgi paytda Mentorstani 3-potokiga menda nabor ketyapti. Hozir sizlarga aytayotgan modellarimni hammasini o'zim tajribada ishlatib ko'rganman. Холодный zapuskni ham, donorskiyni ham, teplый zapuskni ham hammasida menda o'zimda shaxsan natijalar yaxshi bo'lgan. Shu Mentorstamda полностью zapusk именно har xil modellari bo'yicha A dan Yagacha bo'lgan ichki hamma instrumentlarini o'zimni proyektimdan olgan tajribalarimni bo'lishib o'rgataman. Yozilsanglar joylar bir 5 tami 6 ta joy qolgan. Yozilaman desanglar, shu videoni tagida ссылка qoldiramiz. Anketani to'ldirasizlar, sizlarga aloqaga chiqib polniy ma'lumot beramiz. Xo'p, mavzuni davom ettiramiz. Juda ham ko'pchilik $100,000 zapusk yoki $100,000 dan oshiq bo'lgan zapusklarni qilishni xohlashadi. Men sizlarga bitta sirni aytadigan bo'lsam, kichkina zapusklarni ham, katta zapusklarni ham umuman bir-biridan farqi yo'q. Bunda ham shunaqa bir xil mehnat ketadi, bu yerda ham shunaqa bir xil mehnat ketadi. Misol uchun $50,000 ham,
o'sha vaqtingiz ketadi. 100 ming dollarlikni ham o'sha vaqtingiz ketadi. Prosta siz bu yoqda misol uchun endi o'quvchilar soni ko'p bo'lgan hisobiga mas'uliyatingiz sal kattaroq bo'ladi. No, agar misol uchun yonma-yon solishtirib qarasak, mehnat ikkalasiga ham bir xil ketadi. O'shaning uchun bir 100 ming dollarlik zapusklarni qilish qiyin degan narsani olib tashlaylik o'zingizlar. Men juda ko'pchilik o'quvchilarim o'zimga shunaqa qo'rquvlar bilan kelishgan. Misol uchun 10 ming, 20 ming, 30 ming dollar atrofida zapusklar qilib yurishardi. 100 ming dollarlik qanaqa qilar ekan degan savol bo'lardi ularda. Keyin polностью hammasini tushuntirib berganimdan keyin bu yerda ham misol uchun unaqaja katta qiyin bir model yokida misol uchun qiyin bir instrumentlar ishlatilmaydi. Xuddi o'sha instrumentlar, xuddi o'sha nima, faqat ob'em kattaroq oxirida. Shuning uchun ham mana oddiy kompozitsiya qiladigan bo'lsak, 100 ming dollarlik zapuska misol uchun 500 dollarlik bo'lgan sredniy cheki produktdan misol uchun 200 ta sotishingiz uchun 200 ta sotsangiz mana 100 ming dollar bo'lsa, sizni auditoriyaga berishingiz kerak bo'lgan общий lidlar soni 10% konversiya bilan olib qaraydigan bo'lsa ham 2000 ta lid bersangiz, misol uchun 10% 200 ta sotuv bo'lsa, o'zi shu 100 ming dollarlik bitta zapusk bo'lar ekanda. Shuning uchun ham постоянно men o'zimda ekspert bilan ish boshlashimdan oldin primerni o'zim miyamda nima qo'yib olaman, plan qo'yib olaman. Necha pullik zapusk qilsak bo'ladi. O'sha aktivlardan kelib chiqib, Instagramdagi o'sha ekspertlik aktivlaridan kelib chiqib turib, конечно же, plan qo'yaman. Misol uchun deylik 200 ming dollarlik zapusk qilmoqchiman. Produktimizning sredniy cheki misol uchun deylik 700 dollar. Misol uchun 300 taga yaqin sotuv qilishim kerak. O'shandan kelib chiqib hamma sonlarni chiqarib olaman. Webinarimda mana buncha odam o'tirish kerak. Webinardan keyin mana shunchalikman отдел продажga berishim kerak. Ekspertim istoriyasini mana shunchaga ko'tarishim kerak. Misol uchun webinar trafikka mana buncha pul tikishim kerak degan narsani dekompozitsiyani qilsam, ancha osonroq bo'ladi. Ancha уже vidение qayerga qarab ketayotganim yorug'roq bo'ladi. Xo'p, mana shu hozir zapusklarni aytyapmiz. Bu yoqda sizga o'zi qanaqa komanda kerak bo'ladi? Men oldin o'zim ishlaganman, to'g'risi. Hamma ishni o'zim qilganman. To'g'ri, endi buni plus tomoni ham bor, minus tomoni ham bor. Hamma ishni o'zingiz qilganingizdek ko'nglingiz har bitta o'sha zadachalardan to'q bo'ladi. Ikkinchisi, lekin masshtab bo'lmaydi bu yerda. Misol uchun, deylik, bitta maksimum 2 ta dona ekspert bilan ishla olasiz bitta bo'lsangiz. Lekin komanda bo'lsa, unaqa katta komanda ham shart emas 100 ming dollarlik zapusk uchun. Siz marketolog, bitta texnический yordam beradigan odam, tam dizayner, copywriter misol uchun. Ularni endi outsource gaplashsangiz ham bo'ladi. Aslida siz yoningizda yuradigan o'sha marketolog sotuv bo'limini ham bemalol outsourcega topshirsangiz bo'ladi. Unaqa katta komanda kerak emas. Bemalol shu komandani o'zi bilan ham 100 ming dollarlik zapusk qila olasiz. Xo'p, deylik, endi realizatsiya jarayoniga kelganingizda qaysi etaplardan o'tishingiz kerak? Misol uchun bo'ldi, o'sha zapusk qilmoqchisiz. Qanaqa etaplar bor oldingizda, shuni ko'rib chiqsak. Birinchisi o'sha deylik, o'sha nishani aniqlab oldingiz. Qaysi nishada ishlashingizni. Ikkinchisi, o'sha ekspert topilgan. Misol uchun ekspert bilan обязательно shartnoma qilinglar. Bizning bozorda juda ko'pchilik yaxshi ko'radi shartnomasiz ishlashni. Bo'ldi, davay gazini bosamiz, keyin shartnoma qilib deb ishni boshlab olishadi, lekin keyin o'sha mana bu yerda qanaqadir bir подводный каменlar chiqib kelsa, muammolar chiqib kelsa, shu yerda ekspert bilan kelisha olmay qolishadi. O'shaning uchun oldindan na beregu Rasul aytgandek, hamma narsani kelishib olinglar. Ertaga bir qanaqadir force major holat bo'lsa nima bo'ladi? Misol uchun kimdir mazasi bo'lmay qolsa nima bo'ladi? Yokida kimdir ishni o'rtasiga kelganda to'xtataman desa nima bo'ladi? Hammasini oldindan shartnoma qilib, обязательно yuridически kelishib olsanglar, mayli shu shartnoma qilish uchun o'sha ekspert bilan 1 oy vaqtingizni ketkazinglar. Lekin mana shu to'g'ri shartnoma qilinganini asosida ertaga sizlar juda katta srok mazza qilib birgalikda o'sha ekspert bilan ishlaysizlar. Dalgosrokda ketasizlar birgalikda. Uchinchisi, o'sha ekspert tanladingiz, deylik, agar tayyor
auditoriyasi bor ekspert bo'lsa, sразу Kaztevga o'tib ketasiz. Agar deylik, misol uchun ekspertni yetarlicha Instagramda auditoriyasi bo'lmasa, birinchi navbatda o'sha lичный brendiga ishlab, auditoriyasini ko'paytirib, hamma platformalarga olib chiqib, Telegram kanal, YouTube misol uchun yuritib olib ketishingiz kerak bo'ladi. Aktivlarni ko'tarib olish uchun. To'rtinchisi, zapusk uchun planni tuzib olasizlar. Ya'ni qanaqa model bilan o'zi zapusk qilmoqchisizlar? Bu холодный zapuskmi, теплыйmi, donorskiymi yoki umuman boshqa modellarmi, misol uchun. Shuni aniq planlarini tuzib, strategiyasini qilib, har bittasiga deadline'larni qo'yib chiqib, nima qilganingizdan keyin, deadline'lar qo'yib chiqqaningizdan keyin uje ishni boshlasanglar bo'ladi. O'sha deadline'larga amal qilib, har bitta etapni olib ketaverasizlar. Uje sizlarda strategiya tayyor, roadmap'inglar bor qo'lingizda, hammasini deadline'i aniq. Sekin ishga o'tasizlar. Shu protsesslar hammasini amalga oshirib, monitoring qilib olib ketaverasizlar. Shu joyda yana bitta sizlarga tavsiya berib ketmoqchiman. Ko'pchilik endi bu sohaga kirib kelgan paytda zapusk qilaman deb qiziqib kirib kelishadi, katta summalar bor ekan bu yoqda deb. Birinchi proyektini qiladi, o'xshamay qoladi. Ikkinchi proyektini qiladi, tam minus kirib ketishi mumkin. Agar haqiqatan ham shu soha sizga yoqayotgan bo'lsa, shu sohada ishlab, misol uchun maza qilayotgan bo'lsangiz, bitta ikkita proyektingiz o'xshamaganiga bu sohani tashlab ketishingiz kerak degani emas. Mayli, boshida o'sha qiyinchiligiga chidab, men o'zimda ham misol uchun shaxsan bir nechta proyektlarim neuspeshniy bo'lgan, fail bo'lgan. 4 dan 5 ta proyektim fail bo'lgan. 2-3 tasi orasidan minusga kirib ketgan holatimiz ham bo'lgan, lekin bittasi aniq esimda bor, juda katta minusga kirib ketganman. O'sha paytda men o'zimga ham xayol kelgan, shu sohani tashlab chiqib ket, boshqa ishga o't degan rosa xayol, misol uchun xayoldan o'tgan bunaqa fikrlar. Lekin men to'g'risi tashlab ketmasdan oxirigacha boraman deb o'zimga o'zim bir so'z berganman. Shuning uchun mana Xudoga shukr, o'sha paytda tashlab ketmaganim, hozirgi paytda mana ishlab kelayotganim, proyektlar qilayotganim o'zini mevasini berib kelyapti. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, siz bu sohaga kirganingizdan keyin risk qilishdan qo'rqmang. Bo'yningizga katta mas'uliyat olishga tayyor bo'lishingiz kerak. O'sha risk qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Ma'lumotligi asoslanib turib qaror qabul qilishingiz kerak. Emotsional qaror qabul qilib qo'yishingiz kerak emas. Yangi kreativniy ideyalar bilan yondashishingiz kerak ishga. Bir xil shablonda ish qilib ketaversangiz ham bo'lmaydi. Har doim bitta ishni, bitta proyektni tugatganingizdan keyin o'sha proyektni analiz qilib chiqishga odatlaning va undan keyingi etapga bu juda katta sizlarga yordam bo'ladi. Nima xato qilgansiz, qaysi etapda kam vaqt sarflagansiz misol uchun, qaysi etapni umuman o'tkazib yuborgansiz, shuni tahlilni qilib chiqishga o'rgansangiz, keyingi undan bo'ladigan proyektlaringiz ancha yana ham takomillashib boradi. Xo'p, hammaga rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, обязательно o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirasizlar va yana bitta eslatib o'tmoqchiman. Mentorstvo 3-potokka kim yozilmoqchi bo'lsa, ссылка bo'ladi anketaga. O'sha anketani to'ldirib chiqsanglar, Xudo xolasa inshaalloh sizlar bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Shu paytgacha mana 2 ta potok mentorstvo chiqargan bo'lsam, Xudoga shukr 85%, 90% ga yaqin o'quvchilar natijaga chiqishgan. Именно shu soha bo'yicha. Qolgan 10%, 15% esa boshqa sohada ishlab ketishgan. Misol uchun shaxsiy brend yoki content marketing misol uchun umuman boshqa sohalarga o'tib ketib, o'sha yerda hozir ishlab kelishyapti. Kimga qiziq bo'lsa, ariza qoldiringlar, Xudo xolasa bog'lanib ma'lumotlarni beramiz. Hammaga rahmat, charchamanglar.